Ramazon oyi sizga haqiqatan mo'jiza bo'ldi. Non bachadoningiz va bachadoningiz ichida kichkinagina homilachangiz turibdi. Ko'rdingizmi bu qopchasi? Mana buvijon bo'lasiz xudo xolasa. Juda ham chiroyli podдержка qildingiz keliningizni. Keliningiz ham o'zi juda ham g'ayratli qiz. Bilasiz, kelgan paytingizda sizni hayzingiz o'z vaqtida kelmayotgani uchun Shefalik bilan bor. 3 tagina falik Ishlatma bilan bor. Gormonlarimni to'g'irladinglar, deydi. Endokrinologlar hamkorligida deydi. Tavsiya qildik. Tuxumdan zaxira ijroshingizga nisbatan juda kam, lekin turmush qurganingizga juda kam muddat bo'lgani uchun sizni tabiiy gazgina vaqt beramiz deb aytdimi? 6 oy. 6 oy. 6 oy. Sabr bilan, g'ayrat bilan harakat qildingiz. Hamma aytganingizni soatma-soat qilib, mana shu oy endi Ramazonda qilamiz, ekon bo'lmadi deganingizda testimda chiqdi deb xabar berdingiz. Shu umidim uzilgan paytda Juda ham xursandman. Allohim oxirigacha suyuntirsin. Bolajoningizni ko'tarib, quvonib yurganinglarni ko'raylik. Katta oila bo'linglar inshaalloh. Tushunarlimi? yani